Salom obunachilarim, men sizlar bilan Damir. Mana men 226 da o'qimaganman, men borganman. Просто 244-maktabda o'qiyman. Просто remont bo'lganda biz 226 ga o'tib turganmiz. Biz sahna ko'rinish qilamiz. 244-maktab 3-G sinfda o'qiyman. Kimga qiziq bo'layotgan bo'lsa, mana shunaqa videolar olaman va o'yinlarni olaman. Biz shu sahna ko'rinish qilib berdik. Ustozlar dam olish kun bo'ladi. Ustozlar kuni. Mana bayroq turibdi. Ko'rmayotgan bo'lsanglar, keyin ko'rsataman. Mana bu zo'r chiqqan bu videoni tashlashgan nimaiki men sizlarga aytganman. Kimga qiziq bo'layotgan bo'lsa, 2-sinfda qaysi maktabda o'qishi. Mana qo'shiq eshitilyaptimi sizlarga? Qo'shiq eshitilyaptimi yo eshitilmayaptimi? Mana chiqqanman. Kimga qiziq bo'layotgan bo'lsa, men bayroq ko'taryapti-yu, harbiyni kiyimini kiyib olgan, bayroq ko'tarayotganini chap tarafida men turibman. Mana turibman. Biz 226 ga borganmiz. Biz shu sahna ko'rinish qilib berganmiz. Keyin baribir shu yerda o'qiganmiz. Bizning maktabimiz remont bo'lib turgandi. Lekin zo'r remont bo'lgan ekan, menga ham yoqdi. Shu paytda anqayib qolganimda, hamma ustozlarga qarab qaramadi. Hamma ustoz bizga qarab turibdi. Bitta biz joyimizda to'g'rimiz qolganlar o'ynashyapti. Anqayib qolganman. Keyin raqs esimga tushib ketdi-da. Shu paytda orqaga yurdim. Mana orqaga yurdim. Yurishman, lekin bo'lmadi. Obuna bo'linglar, obuna. Zo'r video chiqqan. Kimga qo'shig'i kerak bo'lsa, qo'shig'i kimga kerak bo'lsa, aytinglar. Men shu qo'shiqni keyingi rolikda tashlayman. Davay. Endi biz nima qilakanmiz? Esimdan chiqib ketdi bu qo'shiq. Mana yaqinlashtirdi chap tarafda. Mana askar yonida. Chap taraf askar vatan ushlab turgan. Oxirgi bo'lib chiqqanmiz. Mana o'sha mana ko'k kiyimdagi ko'k jigolilar, ko'k jigoli ko'rsatishgan ko'k jigoli. Mana chap tarafdan qizlar chiqadi. Biz hammasini ko'rasizlarmi? Biz shunchalik krutoy. Do'stlar, video tugamoqda. Do'stlar, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Shu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Xayr, yaxshi dam oling.